Hop, assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana bugun biz 2026-yil hop 25-aprel kuni Koreyadagi Suraksan tog'iga chiqish uchun mana o'zi yig'ilib mana mashinada ketyapmiz. Esda qolish uchun bir video qilib YouTube'ga joylamoqchiman, xudo xolasa. Qani boshladik sayohatimizni, omadini bersin. Sekin ketyapmiz mana. Xudo xolasa hozir mana 9 da hammamiz yig'ilamiz va mana shu Suraksan tog'iga chiqamiz, xudo xolasa. Do'stlar, mana biz o'zi ko'tarilishni boshladik. Suraksan tog'iga qiziq bo'ladi deb o'ylaymiz, xudo xolasa. Hozir mana bu yerda mana mashinalarni ham qo'yib qo'yishdi. Beton arig'i bor ekan, suv qurib qolibdi, suv yo'q. Xo'p, mana bu yoqda Iskandar aka, Bahriddin aka bularga ham birinchi marta tog'iga chiqishi. Hozir gruppadan orqada qolib ketdik, bir 50 metr orqada ketyapmiz. Xudo xolasa tomosha qilsanglar zo'r bir ajoyib video bo'ladi. Sizlar ham biz bilan toqqa chiqqandek bo'lasizlar. Suraksan tog'i. Hurmatli podpischilar, like-ta ayamanglar. Bu Suraksan tog'i emas, adashtirmanglar, Suraksan degan tog' bor. Shu toqqa mana 638 metr ekan, shu yoqqa chiqyapmiz, xudo xolasa. Ketdik mana. Hop, do'stlar, mana biz endi ko'tarilib chiqyapmiz. Xudo xolasa mana bir 2-3 soatlarda tepada bo'lamiz. Oxirigacha kuzatib boringlar. Kontaktda bo'lib, o'zimizni xavfsizligimizni birinchi o'rinda qo'yamiz. Harakatlanayotganda shunaqa bir-birimizni. Do'stlar, mana bu joyda biz rasmga tushib, sekin уже ko'tarilishni boshlayapmiz. Mana shu yerdan ko'tarilish boshlanar ekan mana. Yerda xaritalari bor. Shu xaritalari Suraksan tog'iga qarab chiqyapmiz. Do'stlar, mana ko'pchilik charchashdi o'zi mana. Hop, 760 metr ekan bu tomonga qarab. Chonmangdek bor ekan. Hop, mana sayohatimiz davom etadi, do'stlar. Hop, mana o'zbeklar hammamiz birlashib chiqyapmiz. Bir 100 metr tepa ko'tarildik-ku menimcha. 200 metrdan ham oshishi mumkin. Mana xarsan toshlar juda ko'p ekan. Nima, qanday bo'lyapti o'zi taassurotlar? Iskandar, gapiring. Hop, qanday bo'lyapti mana? 10 yildan keyin chiqdingiz mana. Yo'q, o'zi do'boncha ham sal nima pasniroq. O'shandan chiqmagansiz, merdan qaytgansiz. Faqat 100 metrlar. Qizlardan ham intervyu olamiz, sal eka chiqaylik. Chiqamizmi? Tayyor o'tiringlar. Hop, mana do'stlar, bir 200 metr tepaga chiqdik. Endi keyin 300 metrdan keyin dam olamiz yana, xolos. Bolalar mana hammasi charchashyapti sekin-sekin. Ichimliklarni olganmiz mana. Mana Suraksan tog'iga chiqib kelyapmiz. Sekin-sekin mana qizlar ham sekin orqamizdan yetishib olishyapti. Mana Shahboz boshchiligida hozir biz sayohat davom ettiryapmiz. Ketdik mana. Mana ozgina bo'lsa ham chiqqan mana anaqamizni mevasini ko'ryapmiz mana. Manzara juda ham chiroyli, ha? Manzaraning go'zalligini qaranglar. Tushmaysiz mana. Agar telefon tushib ketsa bormi shu yerdan? Men aka telefon. Mana bu joyda qaranglar mana tikka ketgan ekan. Charchadi odam. Toshlardan ehtiyot bo'lib odamlar chiqib kelishyapti. Do'stlar, sayohatimiz juda ham keskin tus olyapti. Xo'p, mana juda ekstremal vaziyatlar juda ko'p bo'lyapti. Xo'p, mana orqada qolganlar qolib ketyapti lekin. Bu hozir rasmga tushadigan joyga chiqib oldik mana. Hop, bu aytda teplisalar nima? Bu ana tepada. Pastlarda. Rasmlarga tushyapti. Tikka joyga chiqib oldik. Ehtiyot bo'ling, Suratlar qanday bo'lyapti? Endi o'zini gapirib yuboring endi. Tarixga muhrlanasiz. Taassurot ajoyib. Zo'r bo'lyaptimi? Qo'y. Shunaqa. Do'stlar, bu manzarani qaranglar mana, juda ham ajoyib. O to'g'rida esa Tobongsan deb atalar ekan. Ular endi yana ham balandroq tog'lar. Mana biz ham menimcha yana chiqamiz, tepaga, mana ikki chiqamiz, mana. Shu yerga chiqishimiz kerak. To'xtab, yengil. Gapiringlar. Bunaqa yengil yeb olishimiz. Cho'qqilar sharoit yo'q-ku. Qizlar ham ancha charchab qolishdi, hamma charchab qoldi.
Ya bu yaxshi emas ekanda ekan. Ko'p chiqmaydi o'shani yengil. Mana sekin chiqyapmiz. Taassurotlar to'g'risini aytsam, she'ri dabdala qildi. Karislarga animatsiya deb turibsizmi? Ular sarammi ya? Shiri qani shiri? Asta. Yo'q. Yetib oladi. Qana suvda oling, suvda. Oromgohlar. Xo'p, do'stlar, sayohatimiz davom etyapti. Mana Shahbozbek bizni Ha, nima? yuqori cho'qqagacha xavfsiz ravishda yetkazib borishni o'z bo'yniga olgan. Qarang. Biz mana boryapmiz. Keyin Toshkentda yashadim deysiz. Bolalar kelishyapti mana bu yoqda. Xo'p. Sayohat hozirgacha yaxshi ketyapti. Hamma isomo mana qolganlar qolib ketdi lekin orqada. Ko'p ketdik mana. Xo'p, do'stlar, mana tog'ni cho'qqisiga chiqib boryapmiz. Hali cho'qqisi emas, menimcha bu yer, hali yana yuramiz. Bundan ham balandroq joy bor. Xo'p, mana ko'rib turibsizlar. Koreyslar mana hammasi chiqib olib chiqishyapti mana. U atrofda go'zalligini qaranglar mana. Bu yerda mana narsalar ham sotishyapti. Kofe, pofe, boshqa narsalar. Filipin? Ani yo? O'zbekiston. O'zbekiston. Ne. Mana sopangasida. 가만있어. 하나 하세요. 저 유튜브니까. 가만있어 봐. 네. 거기다 좀 이쁘게 옷 찍어야지. 아이, 그냥 찍으시면 돼요. 그냥 찍어도 되나 안 되지? 아이, 괜찮습니다. 코리아 저 예, 뭐라고 미스코리아. 말씀만 하시면 됩니다. 코리아 이 방송국 이 탤런트인데 그렇게 찍으면 안 돼. 아, 예, 알겠습니다. 예. 어. 이게 동영상이거든요. 사진 너무 아니에요. 좋아. 예, 여기 코리아 수락산. 수락산. 오케이. 네. 코리아 막걸리 스키. 네. 너무 감사합니다. 좋아. 예. 어. Hop, mana biz hozir cho'qqisiga chiqdik, ha? Cho'qqilardan biriga chiqdik. Hop. Aynan cho'qqini o'ziga. Aynan cho'qqini o'ziga chiqibmiz mana. Mana Koreya tabiati, tog'lar, u yoqda mana Tobongsan bor bu yoqda. Biz Suraksanda biz hozir mana. Uni ko'psiga ham bo'laverardi, keyingida o'sha tomon. Hop, mana tepaga chiqish nasib qildi mana. Endi eson-omon tushib olsak, bu yoqqa ketdi mana. Do'stlar, mana Qizlar bu tarafga o'tinglar. 637 metrli cho'qqini ham zabt Bu tarafga o'tinglar, bu tarafga. O'zbekiston bayrog'ini mana joylashtiryapmiz. Tezroq tushaylik. Sayohatimiz yaxshi o'tyapti. Bo'linglar. Do'stlar, mana sekin biz уже qaytib pastga qarab tushyapmiz. Bunday qarab tushib, o'z ehtiyot bo'lib tushyapmiz. Ko'p turganlardek yo'llar biroz xavfli. Sekin mana tog'dan tushyapmiz endi. Hop, abitchani qildik. Mana tabiat yam-yashil. O'zi ozgina qoldi, tushib qolamiz tez orada. Sayohatdan tugab qolyapti. Oxirigacha ko'rib borayotganingiz uchun hammaga rahmat. Yana ozgina qoldi xudo xolasa. Do'stlar, mana sayohatda ham bugun eson-omon mana yakunlab oldik hozir. Tushib endi sekin mana ovqatlanishga ketyapmiz. Hiking juda ham ajoyib bo'ldi. Suraksan tog'ini mana zabt etdik. Hammaga omad.